Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Eronda namoyishlar avj olmoqda. Ukraina murosaga tayyor, lekin sharmandalikka emas. Zelenskiy xalqqa murojaat yo'lladi. Rossiya qo'shinlari yangi yilni ommaviy hujumlar bilan boshlab berdi. Ukrainaning qator viloyatlari zarbaga uchradi. Ramzan Qodirov Moskvadagi yig'ilish oldidan shoshilinch kasalxonaga yotqizildi. Endi esa batafsil. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti, prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordam bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Eronda yuqori inflyatsiyaga qarshi namoyishlar avj olmoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda bir necha kishi halok bo'lgan. Biroq qurbonlarning aniq soni noma'lumligicha qolmoqda va mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Payshanba kuni davlat ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, noroziliklar Janubiy Fors viloyatidagi Mervdesh shahrida ham davom etgan. Shuningdek, G'arbiy Kirmonshoh, Xuziston va Hamadon viloyatlarida ham namoyishchilar hibsga olingan. Xrana agentligi payshanba kuni kechqurun xavfsizlik kuchlarining shaharlar bo'ylab tarqalishi, hibsga olishlar, otishmalar va ba'zi hududlardagi to'qnashuvlar haqida xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, namoyishlarni bostirish vaqtida jami 13 nafar militsiya a'zosi jarohat olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab eronliklar hukumat versiyasini shubha ostiga olmoqda. Eronda bir necha kundan beri savdogarlar, do'kon egalari va talabalar ko'chaga chiqib, yirik bozorlar yopildi. Hukumat chorshanba kunini sovuq tufayli dam olish kuni deb e'lon qildi. Bu esa mamlakat bo'ylab ish faoliyatini deyarli to'xtatdi. Prezident Mas'ud Pezeshkian Ichki ishlar vazirligiga namoyishchilarning qonuniy talablarini tinglashni buyurgan. Shuningdek, milliy valyuta qadrsizlanishi ortidan Eron Markaziy banki rahbari Muhammad Farzin iste'foga chiqdi. Pezeshkian sobiq iqtisodiyot va moliya vaziri Abdulnosir Himmatiyni yangi Markaziy bank boshlig'i sifatida tayinlash farmonini imzoladi. Ukraina murosaga tayyor, lekin sharmandalikka emas. Zelenskiy xalqqa murojaat yo'lladi. Tinchlik shartnomasi 90% yakunlandi, ammo Ukraina faqat kuchli hujjatni imzolaydi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu haqda mamlakat xalqiga yo'llagan yangi yil tabrigida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat murosaga tayyor, lekin sharmandalikka emas. Mening imzoim kuchli shartnomada bo'ladi. Ukraina tinchlikni xohlaydi, lekin har qanday badal evaziga emas. Biz urush tugashni istaymiz, lekin Ukraina tugashni emas, dedi Ukraina rahbari. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaroga chek qo'yish uchun Rossiyaga bosim o'tkazish kerak. Zelenskiy shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatidan chiqib ketgandan keyin harbiy harakatlar to'xtaydi degan da'volarni yolg'on deb atadi. Davlat rahbari kelajakdagi tinchlik shartnomasi Ukraina xalqi tomonidan tasdiqlanishi kerakligini bildirgan. Chunki agar hamma narsa adolatsiz bo'lsa va tinchlik zaif bo'lsa hamda Moskva yana hujum qilsa, ular men Ukrainadagi hafsalasi pir bo'lgan odamlarning jamoat maydonlarida Yevropa va Amerika rahbarlarining portretlarini yoqishni istamayman deyshadi, dedi u. Zelenskiy kelgusi yillarda tinchlikni ta'minlaydigan kuchli kelishuv imzolashni qayd etgan. Budapesht hujjati Ukraina uchun ishlamaydi. Ukrainaga puxta ishlab chiqilgan Minsk tuzog'i kerak emas. Zaif kelishuvlarga imzo chekish faqat urushni kuchaytiradi, dedi Ukraina rahbari. Prezident Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari AQSh Kongressi, Yevropa mamlakatlari parlamentlari va barcha sheriklar tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerakligini ta'kidladi. Zelenskiy shuningdek Ukraina va Yevropaning birligiga ishora qilgan va bu birlik umid baxsh etadi. Ukraina va Yevropa o'rtasidagi bu birlik isbotlangan. Biz $100 milliard yordam oldik. Bu shunchaki 2 yillik yordamdan ancha ko'proq narsa. Bu bizning armiyamiz uchun barqarorlik, xalqimiz uchun xotirjamlik, pul, maosh va pensiyalarni anglatadi, deya tushuntirdi Zelenskiy. Rossiya qo'shinlari yangi yilni ommaviy hujumlar bilan boshlab berdi. Ukrainaning qator viloyatlari zarbaga uchradi. 1 yanvar kuni Rossiya qo'shinlari Ukrainaning bir nechta viloyatlariga ommaviy hujum uyushtirdi. Xususan Odessa va Izmail portlarida portlashlar yuz berdi.
Bu haqda RBK Ukraina jamoalar va hududlarni rivojlantirish vaziri Aleksey Kulebaning Telegramdagi bayonotiga tayangan holda xabar berdi. Tungi havo hujumi vaqtida Odessa viloyati portlarida obyektlarga zarar yetgani qayd etildi. Yaxshiyamki jabrlanganlar yo'q, degan Kuleba. Uning so'zlariga ko'ra, Izmail portida pirslar va texnika shikastlangan. Odessa portida esa dushman dronlarining parchalari va portlash to'lqini natijasida port uskunalari, transport vositalari hamda infratuzilma obyektlari zarar ko'rgan. Kuleba qo'shimcha qilishicha, hujum joylarida qutqaruvchilar va barcha tegishli xizmatlar ish olib bormoqda. Oqibatlarni bartaraf etish va yetkazilgan zararni baholash davom etmoqda. Odessa shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisakning ma'lum qilishicha, dushman Odessani bir necha to'lqinda zarbali dronlar bilan tabriklagan. Shaharda bir qator favqulodda holatlar qayd etildi. Dronlar va parchalarining tushishi, infratuzilma obyektlarida yong'inlar, turar joy binolarining shikastlanishi, barcha yong'inlar tezkor ravishda bartaraf etildi, dedi u. Odessa viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarmasi Rossiya energetika va turar joy infratuzilmasiga ommaviy zarbalar berganini ma'lum qildi. Yirik yong'inlar yuzaga kelgan, uylar va yengil avtomobil shikastlangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ma'lum qilishicha, Ukrainaga 200 dan ortiq zarbali dron uchirilgan. Zelenskiyning aytishicha, asosiy nishon energetika obyektlari bo'lgan. Dronlarning katta qismi urib tushirilgan. Hujumlar Volyn, Ravno, Zaporojye, Odessa, Sumi, Kharkiv va Chernigiv viloyatlarida amalga oshirilgan. Qotilliklarni to'xtatish kerak. Hayotni himoya qilishda tanaffus bo'lish mumkin emas. Agar zarbalar Yangi yil bayramlarida ham to'xtamasa, havo hujumidan mudofaa tizimlari yetkazib berish kechikmasligi kerak, dedi davlat rahbari. Uning ta'kidlashicha, Ukraina o'z himoyasi uchun AQSh bilan dekabr oxirida kelishilgan barcha yordam o'z vaqtida yetib kelishini umid qilmoqda. Ramzan Qodirov Moskvadagi yig'ilish oldidan shoshilinch kasalxonaga o'tkazildi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 24-dekabrdan 25-dekabrga o'tar kechasi Moskvada shoshilinch ravishda kasalxonaga o'tkazilgan. Bu haqda uning yaqin atrofidagi manbaga tayanib Novaya gazeta Yevropa xabar berdi. Qodirov poytaxtga Rossiya prezidenti Vladimir Putin raisligida o'tkaziladigan davlat kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun kelgan. Ammo uning sog'lig'i keskin yomonlashgan va u reanimatsiya mashinasida Rossiya prezidenti ishlari boshqarmasiga qarashli markaziy klinik shifoxonaga olib ketilgan. Bunday holat uchun zaxira rejasi ko'zda tutilmagan. Shuning uchun davlat kengashi Checheniston vakilining ishtirokchisi o'tgan. Moskvada uni zo'rg'a o'ziga keltirishdi. Shundan so'ng u uyiga qaytdi va o'shandan beri jamoatchilik oldida ko'rinmadi, dedi manba. Ma'lum qilinishicha, Checheniston rahbari yil boshida Grozniydagi Aymedi xususiy klinikasiga o'tkazilgan. Shundan keyin uning ahvoli yomonlashishda davom etgani aytilmoqda. Qodirov buni yaqinda bo'lib o'tgan to'g'ridan-to'g'ri muloqot paytida bilvosita tan olib, 2025-yilda 4 marta faqat rasmiy ta'tilga chiqqanini ta'kidladi. Shuningdek, u o'zini yomon his qilayotganini ochiq tan olib, buni Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan chechen jangchilari uchun doimiy tashvish bilan izohlagan. Menda asabiy buzilishlar kuzatiladi. Doimiy zo'riqish hissi bor. Xuddi tok ustida o'tirgandek, degan Checheniston rahbari.